Hop. Mana shu o'ynayotgan bolachalarni ko'rib, xavfsizlik masalasida jiddiyroq bir temada video qilishga niyat qilib qo'ydim. Bu bolalar qiziquvchan bo'ladi. Har narsaga qiziqib ko'radi, o'yinqaroq. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak ota-onalar, ayniqsa shu ximikat sepaytirganda, ximikat tayyorlaganda, yosh bolalardan yiroqroq, bolalardan xoliroq vaqtda kechki salqinda qilishinglarni so'rab qolardi. Mana bu narsa ko'rinishidan Pepsiga o'xshaydi. Lekin aslida bu Pepsi emas. Bu ximikat. Buni mana shunaqa idishga qo'yilganligi sababli yosh bola kelib ichib qo'yishi hech gap emas. Endi ikkinchisi mana bu narsa. Bu ham sutga o'xshaydi. Bu ham ximikat. Zaharli preparat hisoblanadi. Odamni o'ldiradi. Agar shuni premo ichib qo'yadigan bo'lsa. Bir hodisa bo'lgan, bir odam qo'shnisidan bir chelak olib, faqir olib shu dorini tayyorlab, aralashtirib, apparatini chiqib olib kelguncha qo'shnining bolasi ichib qo'ygan. Shu dori, mana sutga o'xshab turibdi. Shuni ichib qo'ygan. Больницаga olib chiq, ichini yuv, tozalab, qilib ancha mashmasha bo'ladi. Kecha yaqinda bo'lgan bir holat, bir fermer akamizda ishchilari kelishingizda bir ayron olib keling, isib ketdi havo desa, hop degan ekan. Ular dorini tayyorlab, ximikatlarni tayyorlab, aralashtirib, o'zi traktorda yurgizib kelguncha, haligi ishchisi uni ayron deb o'ylab ichib qo'ydi. Shunday holatlardan ehtiyot bo'linglar. Shunaqa ma'lumotlarni olish uchun kanalimga obuna bo'ling, like tugmasini bosing, ko'pchilik tomosha qilsin, foydali bo'ladi.